Uzun bank kartasini tekinga ochtirsanglar bo'ladi. Zakaz qilsanglar 1-2 kunning ichida sizlarga yetkazib berishadi. Qanaqa zakaz qilishni hozir video davomida aytaman, oxirigacha ko'rib turinglar. Undan oldin Uzun market kurslari haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Uzun marketda o'zi sotadi boshqalarga ham sotishga ruxsat bergan. Bemalol tovaringlar bo'lsa sotsanglar bo'ladi yoki kimdandir tovar olib turib bemalol Uzun marketda sotsanglar bo'ladi. Uning uchun alohida mana kurslar ochganman. Kurslardan foydalanishingiz mumkin. Agar viloyatdan bo'lsanglar onlayn ham bor 2,5 million so'm, offlayn ham bor 3,5 million so'm. Noldan hammasi o'rgatilinadi. Nimalar o'rgatilishi mana yozib chiqilgan, tanishib chiqasizlar. Soatligi ham bor. Endi soatligi biladigan odamlar uchun mo'ljallangan. Masalan, qaysidir kursda o'qib chiqdi, lekin qayergadir tushunmayapti yoki qila olmayapti. O'shalarga soatligini ochib qo'yganman. Offlayn shu Sergelida dars bo'lib o'tadi. Darslar yakka tartibda alohida bitta o'ziga 0 dan to savdoga chiqqungacha bo'lgan jarayon hammasi o'rgatilinadi. Tak, endi kartaga keladigan bo'lsak, Telegram kanalga joylashtirib qo'ydim silkasini. Shunda silkani ustiga buyurtma degan joy bor. Buyurtmani shunda bosasizlar. Bossanglar o'sha приложениеga o'tib ketadi. Приложениеdan keyin pasport daniylarni kiritib, keyin karta zakaz joyiga chiqadi. Shunda bosib yuborsanglar zakaz bo'ladi. Qayerga zakaz qilishni ko'rsatib o'tgan, o'zingizga yaqin bo'lgan Uzun market punktini tanlab turib zakaz qilsanglar 1-2 kunlarda yetkazib berishadi. Zakaz bo'lgandan tayyor bo'lgandan keyin sizlarga SMS keladi, borib punktdan olib ketasizlar. Keyin uni bankomatdan проверка balans qilib yuborasizlar, ishlab ketadi. Boshida ishlamasligi mumkin, проверка balans qilib yuborish kerak. Kartani to'ldirish ham приложениеdan UzCard xumolarni ulab turib to'ldirsanglar bo'ladi yokida Uzun bankomatlardan yoki Kapital bank bankomatlaridan pulini to'ldirsanglar bo'ladi. Zakaz qilish silkasini Telegram kanalda qoldirganman. Tak, Telegram kanali mana seller pastga chiziqcha uz7 bemalol o'tib zakaz berib yuborsanglar bo'ladi. Karta tekin, hech qanaqa pul olinmaydi. Kanalga podpiska bo'lib qo'yinglar, YouTube'ga ham, Instagram, Telegramlarga ham.